Hi everyone, welcome to Breakfast English program and I'm Amlajan. Sağolasiz yaxshimizlar. Hamda bugungi nashliq ingliz darsimizga kanalarni qarshi olamiz. Hamda bugungi darsimizda bo'lib shu as qatqanda, masalan, ismlarning ko'plik shakliga va yoki shu fe'llarning keyiniga as qatish yoki as qatish shu qatqandagi shu asni qanday qilish yoki asni talaffuz qilish masalasi. Chunki hamda bu talaffuz qilganda nurg'un savodashlarniki ajiq o'rganmaydi. Hamda bu bugungi programmada sizlarga o'shaniki bir qisqagina bir ayrish usul bor. Bo'lib nima arasanlar sibilant, masalan, shunga o'xshash kushuldimoq demak deymiz-ku, shunga o'xshash ovoz chiqargan masalan race oxiri shunami? Aşı bilan oxirlashgan so'zlar bo'lib qolib qolsa, ism bo'lamdi yoki fe'l bo'lamdi. Buning keyini izda talaffuz qilindi. Uning ustiga biz masalan C, S, X, O, C, H, S, H demak hamda mushlar bo'lgan ahvollarda buningga ES qattiq shundami? ES qattiq hamda bu nima izda talaffuz qilindi. Birinchi race bilan oxirlashdimi? Races oxiri iz bo'ladi. Masalan, bus oxiri yana shu buses, box, boxes oxiri shunami? Prize, prizes, kiss, kisses. Hamda mishari ikkiz qo'sh s shunami? Hamda nima? Watch. Ya'ni shuma o'sha watches, dish, dishes, change, changes. Demak, hamda mush qatodagi mush harflar bilan aqlashgan bo'lsa, bu o'xshashlarni degandek mushu talaffuz qilindi. Bu talaffuzi asqatqaningizda bu izda talaffuz qilindi. Undan ba'zi jarangsiz tovushlar bor. Jarangsiz tovushlar degan masalan mishariki mush harflar bilan shu harflarni qanday shu tovushlarni talaffuz qilmasan degandek shunami? Jaransiz sizlarga aniq anglanmaydir balkim. Shunami? Masalan sleep, sleeps, book, books, hat, hats, graph, graphs, myth, myths, cliff, cliffs. Shunami? Demak, shu talaffuz qiladi. Endi oxiri z talaffuz qilinma, bir qadar qanday desanlar, bir qadar qiyin. Bu bo'ladi oxiri masalan B, D, G, L, M, N, N, G, R, V, Y. Mushlarning hammasi oxir qanday desam, z talaffuz qilingan gap. Masalan, grabs, words, words deb olsa qo'ymaydi. Words. Oxiri z, bag, bags. Bags emas, bags. Deals, dreams. Dreams deb urg'un tushirsa qo'ymaydi. Dreams. Axir z bo'sh oxirlashgan. Dreams. Fans, sings, wears, sings. Shunami? Glows, plays, plays. Jiqballam yara bir xatolashgan deymiz nima? San plays deydilar. Plays, glows, wears, sings. Deganga o'xshash. Shunga shu talaffuz qilganda ammo urg'unimi hargiz bu asning ustiga tushirib qo'ymanglar. Masalan, fans desak o'mar fans. Okay, bags. Bags o'pqas bo'lmaydi. Bags bu vaqtda hamda bag bo'ldi. Giz unda gap yo'q-ku. Bags emas bags. Aytishinglar bags. Crabs. Wars. Words desak olmaydi yana. Words, deals, dreams, fans, sings, wears. Okay, glows, plays. Plays emas, plays. All right. Okay, bo'ldi hamsa. Qanday savolingiz bo'lsa, so'zinglar bo'ldi. Bugungi darsimiz mushagicha bo'lsin. That's all for today. See you next time. Goodbye.